Bismillah. Azizlar, masalan, hammamiz deyarli bir narsalarni orzu-havas qilamiz. O'zimizga yarasha ehtiyojlarimiz bor, niyatlarimiz bor. Har doim ey Xudo deymiz. Shu ro'yobga chiqib ketsa-da, mustajob bo'lsa-da degan fikr bilan, bir g'ayib bir ta'sir bilan, bir qandaydir holat bilan, bir kutilmagan holat bilan shu narsamiz amalga oshsin degan niyatlar qilamiz. Shuni bir inobatida aytmoqchimanki, Alloh Qur'oni Karimda necha bor qaytarilgan. U rahmdil zot. U kuzatuvchi zot. U mustajob etuvchi zot. Duolarni qabul qiluvchi zot. U eng asosiy bo'lgan o'tay, g'aribi yomon, yaxshiga hammasiga kechirimli bo'lgan zot. Hech birimiz gunohsiz emasmiz. Har birimiz xato qilamiz, gunoh qilamiz. Duo yana aytayotganim shu, Robbim hech bir insonni biri-biridan ayirmaydi. Biz hammasi uni farzandlari, yaratgan bir nimasimiz, ne'mati bo'lamiz. Shuni inobatida ko'ngillaringizni buzmasdan mana shu bir 4-5 ta narsani amaliyotda bajarib, bir o'zlaringizni e'tiqodlaringizni, iymonlaringizni sinab ko'ringizlar. Mana shu 40 kun ichida Xudo xolasa, nasib qilsa, sezib qolsalaring kerak degan. Chunki siz qalban shu narsani qiladigan bo'lsangiz, albatta o'sha va'dalari bor. Ya'ni eng birinchi qalbni tozalang, fosiq qilgan, eng yomon odam ham yomonlik qilsa, eng bilib bilmay qilgan gunohni Robbim kechir o'zing deb e'tiborsiz qarating. Tilingizdan hech qachon shunchalik nazorat qilingki, xuddi bir issiq o'tikka qo'lingizni bosib olmay deganda, yo'lda yo bir o'tib borayapsiz, mashina urib ketmasin degan holatda tilimdan chiqib ketmasin deb. Amalingiz, qilayotgan amalingizni ham shu yerda boshqada birorta narsani noto'g'ri qilib, birovdan ketib qolmasin, boshqa qilmasin deb. Xolos mana shu 3 ta asosiy narsaniga 40 kun hech bo'lmasa 40 kungina bori yo'g'i bir e'tiborga, nazoratdagiga oling. Undan keyin tinimsiz tavbada bo'ling. Eng asosiy aytadigan Robbim astag'firulloh atubu alayh. Man ham bandangman, man ham ne'matingman. Menga ham imkon ber, shu imkon ber. Men ham ilhomlanib ibodatlarim kuchaysin. Senga bo'lgan muhabbatim tog'dan tog' oshsin deb. Xudo xolasa mana shu yo'l sizlarga aytayotgan yo'lim to'g'ridan to'g'ri haq yo'lidir. Albatta Alloh ajrsiz, mukofotsiz va e'tiborsiz qoldirmaydi. Robbim e'tiborli, samiu basir u. Ilahamin duolaringiz, niyatlaringiz mustajob bo'lsin azizlar.